Men ishlatayotgan mahsulotlarni obzorini qilib bermoqchiman. Zardob haqida aytib o'tmoqchiman. Ko'plar so'ragan, qanday ko'rinishda bo'ladi, u nima zardob? Mana bu 10 mg tabiiy tayyorlanadi. 10 mg mana shuni ko'rinishga ega. Bu 50 ta protseduraga taxminan 50 taga yetadi. 40 tadan 50 tagacha. Endi qosh qalin bo'lsa, albatta 40 ta protseduraga yetadi bitta insonga. Qosh siyrakroq bo'lsa 50 tagacha yetadi. Kiprik ham foydalansa bo'ladi. Ya'ni kipriklarni, qoshlarni o'stiradi. Balog'at yoshidan tortib erkak ayollargacha foydalansa bo'ladi, yosh kattalarga. Bitta xususiyatlari shunaqaki, mayda tolalarni qoraytiradi. O'sishini 3 kun ichida ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta tolan piyozchasini o'stiradi. Piyozchasiga jon beradi. Masalan, o'zingizlar terib olib tashlagan bo'lsanglar ham, xato terilgan bo'lsa, masalan, bir vaqtda o'sha joydan qosh chiqmaydi, lekin mana shu zardobdan foydalanilsa, o'sha joylardan albatta qosh chiqadi. Yana bir foydalanadigan mahsulotim lab uchun. Bu ham mana bunda 50 mg ko'rinishga ega. Bu ham 50 ta protseduraga yetadi va juda ham labi qurigan, yorilgan lablarga juda ham shifo beradi. Labni chuqur namlantiradi, tabiiy kollagenini oshiradi, teri qatlamlarini yoshartiradi. Bitta olinsa, bu butun oilaga yetadi. Albatta, buni foydalangandan keyin, masalan, zardobni har kuni emas, buni haftada bir marta yoki masalan, agar juda ham yorilgan bo'lsa, breket taqqan tishlar bo'lsa, bular kunora surib tursa bo'ladi. Lecheniya davolanish o'sha breket taqish jarayoni vaqtida foydalanib tursa bo'ladi. Haftada 2 marta foydalanib tursa, juda ham lablarga foyda beradi, terini yana yoshartiradi. Albatta, zardobdan keyin men tavsiya qilaman maxsus balzamlardan foydalanishdan. Ya'ni men o'zim tayyorlayman bu balzamni. Zardob olganlarga men shu balzam beraman. Buni albatta ustida etiketkasi bo'ladi, muqovasi xo'sh tayyorlanishda. Mana bu juda ham qulay foydalanishga. Mana bundoq qilsangiz chiqadi mana. Bu individual foydalanish uchun, ya'ni har bitta odam o'zida labiga o'zi foydalanishi kerak bo'ladi. Yoningizda ham olib yursangiz bo'ladi. Balzam nima beradi? Bu balzam ertalab surilsa kun davomida namlikni beradi, terini himoya qilib turadi. Havodan, masalan, sovuq havodan, issiqda qurishdan, shamollagan bo'lsangiz, tomog'ingiz og'rigan bo'lsa, masalan, tana temperaturasi, harorati oshadi, o'sha kuchli issiqdan himoya qilib turadi. Kechki payt sursangiz yotishdan oldin ertalabgacha namlikni saqlab qoladi. Ertalab turganingizda labingiz qurimaydi va bu balzam shuni beradiki, bilmagan holatda tili bilan namlab yuradi labini. Ana shunaqa holat bo'lmaydi va labini tishlashadi, terisi qurib ketadi. Mana shu holatni bartaraf qiladi. Bu albatta, masalan, boshlang'ichida mana shunday zardob qo'llanilsa, keyin bu narsa zardob kerak bo'lmaydi. Zardobda 1 yilda bir marta foydalansa bo'ladi. Va buni katta ko'rinishda bor. Iliq joyda turadi. Bu tabiiy malham. Buni yosh bolalarga ham sursangiz bo'ladi. Buni o'sha o'zim tayyorlaganim, mana bu kichkinasi, bu kattasi. Ya'ni bu malhamlar yosh bolalarga ham suriladi. Chunki yosh bolalarning ham labi quriydi, labi yoriladi. Bularga ham kechki payt surib qo'ysangiz, ertalabgacha namlik darajasi turadi. Ertalab bog'chaga ketayotganda ham surib qo'ysangiz, kun davomida namligi saqlanib turadi. Labi qurilmaydi, yorilmaydi ham. Buni ichida tabiiy vosk bor, asal voski bor, lanolin bor va tabiiy yog'lar bor. Chunki labga surilgan narsa tabiiy bo'lishi kerak, chunki siz o'zingiz bilib bilmagan holatda o'sha iste'mol qilinadi bu. Va masalan, kun davomida ro'zadorlar ro'za tutgan vaqtingizda ham juda ham qonli foyda mana shu balzam.